Parizoda ismining ma'nosi. Parizoda ismi fors tilidan kelib chiqqan bo'lib, pari afsonaviy go'zal mavjudot, farishta kabi go'zal qiz, zoda farzand, tug'ilgan degan ma'nolarni bildiradi. Asosiy ma'nosi paridek go'zal qiz, go'zallik timsoli, nihoyatda chiroyli va latofatli qiz. Odatda bunday qizlar go'zallik va nazokat, mehribon va samimiy, nafis va jozibador, hurmat va qadr-qimmat egasi bo'lsin deb ta'riflanadi.